Assalomu alaykum Sherali aka. Va alaykum assalom. Yaxshi oldingizmi? Rahmat. Sizga shu pasientlarimizdan kelgan savollar bor. Shularni bersam, batafsil javob bersangiz. Bemalol. Pastki jag'i oldinda, yuqori jag'i ortda joylashgan bemorlarni davolashni necha yoshdan boshlash kerak? Pastki jag'i oldinga joylashgan, yuqori jag'i o'sish rivojlanishdan orqada qolgan bemorlarni davolash 7-8 yoshdan boshlanadi. Nega aynan 7-8 yoshdan? Sababi aynan shu 6-7 yoshlarda doimiy 6-tishlar chiqadi. Aynan shu tishlarga biz kerakli apparatlarni o'rnatamiz. Endi necha yoshgacha davom etadi? Yuqori jag'i o'sish rivojlanishdan ortga qolgan bemorlarni davolash 18 yoshgacha davom etadi. 18 yoshdan o'tgandan keyin faqat operatsiya yo'li bilangina davolash mumkin. Davolash jarayonida qanday bosqichlardan o'tilinadi? Xo'p, ushbu holatda pastki jag'imiz oldin joylashgan, yuqori jag'imiz o'sish rivojlanishdan orqada qolgan bemorlarimizda yuqori jag'ini o'sishiga stimul beruvchi apparatlar o'rnatamiz. Bu bemorlarning yoshiga qarab turib xilma-xil apparatlar bo'ladi. Masalan, 6-7 yoshli bemorlarda maxsus plastinkalar qo'yiladi. Ya'ni yuqori jag'ning o'sishiga stimul beruvchi. 6-7 yoshdan 10-11 yoshgacha bo'lgan bemorlarimizda Hyrix Markros apparatlari o'rnatiladi. 11-12 yoshdan yuqori bo'lgan bemorlarimizda MCA apparat o'rnatiladi. Bu apparatlar faqatgina yuqori jag' kengaytiruvchi vazifasini bajaradi. Shu bilan birgalikda maxsus face masklar beriladi. Bu face masklarni taqish natijasida yuqori jag'imiz ham kengayadi, ham oldinga qarab o'sadi. Ya'ni transversal va sagitalniy qarab oldinga qarab o'sadi. Endi eng ko'p so'ralgan, eng qiziq savol, narxlari qanday bo'ladi? Xo'p, boya aytib o'tganimdek, bemorlarning yoshiga qarab turib xilma-xil apparat o'rnatiladi. Bemorlar qancha yosh bo'lsa, shuncha ularga ta'sir qilishimiz oson bo'ladi va narxlar ham shuncha arzon bo'ladi. Masalan, 6-7 yoshli bemorlarimizda plastinka o'rnatamiz dedik, u примерно 3,5 million so'm atrofida bo'ladi. Endi 6-7 yoshdan 10-11 yoshdagi bemorlarimiz Hyrix Markros apparatlar o'rnatilgan bo'lsa, u face mask bilan birgalikda 6 million so'm, 4 million so'm, 6 million so'm atrofida bo'ladi. Endi 11-12 yoshdan katta bemorlarda MC apparatlari o'rnatsak, bu $600 MC apparati va face mask 1,5 million so'm shunaqa atrofida bo'ladi. Bu narxlar qimmat emasmi? Borini aytishim kerak. Birinchi navbatda bu sizga tushuntiray bunga yozishdan oldin. Hammaga har xilda. Masalan, oyiga $1000 topadigan odam uchun qimmat bo'lishi mumkin. $300 sarflab olish. $5000 topadigan odam uchun u arzon bo'lishi mumkin. Undan ham qimmatroq, sifatliroq topaman deyish mumkin-da. Hamma har xilda. O'shaning uchun holatiga bog'liq. Lekin o'zimni anaqamdan kelib chiqqan holatda javob beraman-da. Umuman olganda bu narxlar arzon narx emas. Bu narxlarning ichiga boyagi qo'yiladigan apparatlar yoki face masklar kirmaydi. Bu narxga yuqori jag' orqada qolganmi, shuni o'stirib oldinga olib chiqib berish narxini, shu jarayonni garantiya bergan holatda, jarayonni bo'yinga olgan holatda narx kiradi. Avvalo biz sababchi bo'lamiz, natijasi Allohdan. Shu bilan birgalikda biz apparatlarni berganimizdan keyin, taqishni qanaqa qilib taqishligini tushuntirganimizdan keyin farzandlar ham o'sha bizga bergan face maskni vaqtida biz aytgandek taqib berish kerak. Bemorlarga konsultatsiya o'tib beraverasizmi? Konsultatsiya kelishsa bo'ladi. Konsultatsiyaga kelishganda o'sha bemorlardagi muammolarni ko'rib, bu muammoning sababi nimaligini tushuntiramiz. Buni sababini aniqlagandan keyin yechimi qanaqa bo'ladi, qanaqa davolaymiz, buni davolash rejasini tushuntiramiz va qancha davom etadi, qancha vaqt davom etadi, qanaqa boshlardan iborat bo'ladi, hammasini tushuntirib, ota-onaga bemor tushuntiramiz. Konsultatsiya narxi qancha? Konsultatsiya narxi 200 ming so'm. Konsultatsiyadan o'tish uchun nima qilish kerak? Video tagida Telegram linki yoki nomerlar, telefon raqamlari bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib yozilishsa bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Men Sherali Zayniddinov, 8 yillik tajribaga ega stomatolog ortodontman. Shu vaqt davomida 7 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan mingdan ortiq bemorlarni jag' va tishlardagi qiyshayqliklar va muammolarni davolaganman.